Qon bosimi ko'tarilganda nima qilish kerak? Odamlar orasida qon bosimi ko'tarilishi yoki gipertoniya juda keng tarqalgan muammo. O'zbekiston sharoitida ham bu masala dolzarb. Chunki ko'pchiligimiz kundalik hayotda stress, noto'g'ri ovqatlanish, jismoniy harakatsizlik yoki merosiy omillar tufayli bosimning ko'tarilishini boshdan kechiramiz. Qon bosimi ko'tarilganda ko'pchilik dastlab chalkashib qoladi. Nima qilish kerak, qanday yordam berish kerak? Dorilar har doim yonimizda bo'lavermaydi. Shuning uchun oddiy, ammo foydali usullarni bilish juda muhim. Bugun biz aynan shuni gaplashamiz. Bosim ko'tarilganda tanada nimalar bo'lishini, xavfli alomatlarni va dorisiz yordamchi bo'lishi mumkin bo'lgan usullarni tushunib chiqamiz. Avvalo qon bosimi nima ekanligini eslab olaylik. Qon bosimi bu yurak tomonidan pompalanayotgan qonni tomirlar orqali harakatlantirish uchun hosil bo'ladigan kuchdir. U ikki raqam bilan ifodalanadi. Yuqori bosim sistolik, pastki bosim diastolik. Masalan, 120 ga 80 degan ko'rsatkich ko'pchilik uchun me'yor hisoblanadi. Ammo ayrim odamlarda bu raqamlar yuqoriroq bo'lishi mumkin. Agar ko'pincha 140 ga 90 va undan yuqori ko'rsatkich qayd etilsa, bu gipertoniya deb ataladi. Bosim ko'tarilganda odam turli belgilarni sezishi mumkin. Masalan, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, quloqda shovqin, ko'z oldida qora nuqtalar paydo bo'lishi, yurak urishining tezlashishi, ba'zida odamning kayfiyati ham o'zgaradi. Sababsiz jahl chiqishi mumkin. Eng xavflisi shundaki, ba'zi hollarda bosim ko'tarilishi sezilmasdan o'tadi. Ya'ni odam o'zini yaxshi his qiladi, lekin ichkarida yurak va miya tomirlari kuchli zo'riqishda bo'ladi. Shu sababli gipertoniya jim qotil deb ataladi. Endi savol tug'iladi, bosim ko'tarilganda nima qilish kerak? Birinchi navbatda odam tinchlanishi zarur. Stress va vahima qon bosimini yanada ko'taradi. Shuning uchun avvalo chuqur nafas olib, asta-sekin chiqarib, o'zingizni qo'lga oling. Keyin imkon bo'lsa qulay joyga o'tirib oling yoki yoting. Boshni biroz balandroq qo'yish foydali, chunki bu miya tomirlaridagi bosimni kamaytirishga yordam beradi. Uy sharoitida dorisiz yordamchi bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi oddiy usullar bor. Masalan, chuqur va ritmik nafas olish texnikasi. Burundan sekin nafas olib, og'izdan asta chiqarish, buni 5-10 daqiqa davomida takrorlash asab tizimini tinchlantirib, qon tomirlarini biroz kengaytirishi mumkin. Shuningdek, yuzni salqin suv bilan yuvish yoki oyoqlarni iliq suvga solish ham tomirlar ishini yumshatadi. Ba'zida odam qo'llarini bilakkacha issiq suvga tiqib turish ham foyda beradi. Bu qo'shni tomirlarni kengaytirib, umumiy bosimni biroz tushiradi. Albatta, bu usullar gipertoniyani davolamaydi. Ular faqat vaqtinchalik yengillik berishi mumkin. Aslida esa bosim ko'tarilishining ildiz sabablarini hal qilish kerak. Bunga sog'lom turmush tarzi muhim rol o'ynaydi. Masalan, ovqatlanishda tuz iste'molini kamaytirish kerak. Tuz qonda suyuqlikni ushlab qoladi. Bu esa tomir ichidagi bosimni ko'taradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kunlik tuz iste'molini 5 grammdan oshirmaslikni tavsiya etadi. Bundan tashqari, yog'li va qovurilgan ovqatlarni kamaytirish, sabzavot va mevalarni ko'proq iste'mol qilish ham foyda beradi. Jismoniy harakat ham katta ahamiyatga ega. Har kuni 30 daqiqa piyoda yurish yoki yengil mashq qilish yurak va tomirlarni mustahkamlaydi. Harakat qon aylanishini yaxshilaydi va ortiqcha vazndan saqlaydi. Chunki semirish ham gipertoniyaning asosiy sabablaridan biri. Qancha ko'p vazn, tomirlar shuncha ko'proq bosim ostida qoladi. Shuningdek, zararli odatlardan voz kechish kerak. Chekish va spirtli ichimliklar tomirlarni jiddiy zararlaydi. Ayniqsa, chekish qon tomirlarini toraytiradi. Bu esa bosimni birdan ko'tarishi mumkin. Shuning uchun sog'lom yurak va miya uchun bu odatlardan butunlay voz kechish eng yaxshi qaror hisoblanadi. Endi gipertonik kriz haqida ham to'xtalaylik. Gipertonik kriz bu qon bosimi keskin va yuqori darajada ko'tarilishi holati. Masalan, 180 ga 110 yoki undan yuqori bo'lishi mumkin. Bu paytda odamda kuchli bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, qusish, ko'z oldida xiralashish, qo'llarda yoki yuzda karaxtlik sezilishi mumkin. Bu juda xavfli holat. Chunki u miya insultiga yoki yurak xurujiga olib kelishi ehtimoli bor.
Gipertoniya kriz yuz berganda darhol shifokorga murojaat qilish kerak. Uyda faqat vaqtinchalik yordam berish mumkin, lekin bu muammoni mustaqil hal qilib bo'lmaydi. Shuningdek, gipertoniyaning uzoq muddatli asoratlari ham jiddiy. Agar qon bosimi doim yuqori bo'lsa, yurakning chap qo'rinchasida qalinlashish paydo bo'ladi. Bu yurak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, buyraklar faoliyati ham yomonlashadi, chunki yuqori bosim tomirlarni zararlaydi. Miya insultlari ham gipertoniyaning eng xavfli oqibatlaridan biri. Shu sababli bosimni nazorat qilish nafaqat bugungi kun uchun, balki kelajakdagi hayot sifatimiz uchun ham juda muhim. O'zbekiston sharoitida ko'pchilik uyda qon bosimini o'lchaydigan apparat, tonometrdan foydalanadi. Har bir gipertonik odamning uyida shunday moslama bo'lishi juda foydali. Chunki bosimni muntazam o'lchab borish orqali o'z holatingizni nazorat qila olasiz. Shuningdek, yozib qilib yurish ham yaxshi odat. Qachon, qaysi paytda bosim oshganini qayd etish shifokorga ham ko'p yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, qon bosimi ko'tarilganda birinchi qilinadigan ish tinchlanish, chuqur nafas olish, qulay holatda dam olish, oddiy usullardan foydalanish, sog'lom odatlar kiritish va eng asosiysi shifokor nazoratidan o'tib turish. Bu sizga uzoq va sog'lom umr uchun kafolat bo'ladi. Har birimiz sog'lig'imiz uchun javobgarmiz. Qon bosimi haqida beparvo bo'lmaslik, muntazam tekshirtirib turish, sog'lom turmush tarzini odatga qilish bu o'zimiz va yaqinlarimiz hayotini himoya qilishning eng to'g'ri yo'lidir. Qon bosimi haqida gapirganda biz ko'pincha uning oshishi haqida qayg'uramiz, lekin aslida bu murakkab jarayonning ichki mexanizmlarini tushunish juda muhim. Odam tanasi o'zini himoya qilish uchun turli mexanizmlarga ega. Masalan, qon bosimi ko'tarilganda tanada maxsus retseptorlar, ya'ni sezgir hujayralar ishga tushadi. Ular yurakka va miyada joylashgan boshqaruv markazlariga signal yuboradi. Natijada yurak urishi biroz sekinlashadi yoki tomirlar kengayadi. Ammo agar bu mexanizm tez-tez zo'riqsa, vaqt o'tishi bilan u charchab, o'z vazifasini to'la bajara olmay qoladi. Shuning uchun doimiy bosim oshishi asta-sekin organizmni charchatadi. Uy sharoitida bosimni kuzatib borishning oddiy usullaridan biri kundalik hayotga kichik ammo foydali odatlarni kiritish. Masalan, ertalab uyg'ongachdan bir stakan iliq suv ichish, bu qon aylanishini yaxshilaydi, organizmdagi turg'unlikni kamaytiradi. Yana bir oddiy odat ertalab 5-10 daqiqa davomida cho'zilish mashqlarini bajarish. Bu ham tomirlarga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Ovqatlanish masalasiga yanada chuqurroq to'xtalaylik. Gipertoniyada eng muhim jihatlardan biri kaliy, magniy va tolaga boy mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish. Kaliy banan, quritilgan o'rik, loviya, kartoshkada ko'p uchraydi. Bu mineral ortiqcha tuz ta'sirini muvozanatlashtiradi va tomirlar uchun foydali. Magniy esa nerv tizimini tinchlantiradi, yurak ritmini barqarorlashtiradi. Uni ko'katlarda, yong'oqlarda, qora non va don mahsulotlarida topish mumkin. Shuningdek, yangi sabzavot va mevalardagi tolalar xolesterin darajasini tushirishga yordam beradi. Bu esa tomirlarni toza saqlash uchun zarur. Ko'pchilikda noto'g'ri odat bor. Bosim ko'tarilganda ko'p qahva yoki choy ichish. Aslida esa kuchli qahva va qora choy bosimni yanada oshirishi mumkin. Shuning uchun gipertoniya bilan qiynalayotgan odamlar ko'proq iliq suv, ko'k choy yoki o'simlik damlamalarni tanlashi foydaliroq. Masalan, limonli suv, qizilmiya ildizi yoki yalpiz damlamalari tanani tinchlantirishi mumkin. Uy sharoitida psixologik yengillik ham katta rol o'ynaydi. Stress gipertoniyaning eng katta dushmanlaridan biri. Shuning uchun oddiy dam olish mashqlarini hayotga joriy qilish muhim. Masalan, meditatsiya yoki Qur'on tilovati, sokin musiqa tinglash, bularning hammasi asab tizimini tinchlantiradi. Ko'pincha biz o'zimiz sezmasdan ichki tashvishlarni yig'ib yuramiz, bu esa bosimni oshiradi. Uyqu ham alohida e'tibor talab etadi. Agar inson yetarlicha uxlasa, yurak va qon tomirlari tiklanishga imkon topadi. Tungi uyqu 6-8 soat atrofida bo'lishi kerak. Ayniqsa, tun yarmidan keyin uxlamaslik tavsiya etiladi. Chunki bu vaqtda yurak va miyaning tiklanish mexanizmlari eng faol ishlaydi. Tunga yetarlicha uxlamaydigan odamlarning bosimi ko'proq ko'tarilishi kuzatiladi. Yana bir qiziq usul nafas gimnastikasi. Masalan, 4 ga 4 ga 6 usulini olaylik.
4 soniya davomida chuqur nafas olish, 4 soniya ushlab turish va 6 soniya davomida asta chiqarish. Bu mashqni 10-15 marta takrorlash asab tizimini tinchlantirib, yurak ritmini barqarorlashtiradi va qisqa muddatda bosimni biroz pasaytirishi mumkin. Shuningdek, tabiiy yurish odati ham bosimni tartiblab olishda yordam beradi. O'zbekiston sharoitida ko'plab joylarda parklar, hovlilar, mahalla ko'chalarida piyoda yurish mumkin. Oddiy yurish ham qon aylanishini yaxshilaydi, kayfiyatni ko'taradi. Har kuni 20-30 daqiqa yurish odati bosim ko'tarilishini kamaytirishga sezilarli yordam beradi. Endi shunday savol tug'ilishi mumkin. Bosimni to'xtatdan pasaytirib yuborish xavfli emasmi? Ha, albatta xavfli. Qon bosimi juda tez tushib ketganda miyaga va yurakka yetarlicha qon bormay qolishi mumkin. Bu esa hushdan ketish yoki boshqa muammolarga olib keladi. Shuning uchun bosimni asta-sekin xavfsiz usullarda nazorat qilish kerak.